Sizga bitta savol beraman va ishoning, deyarli hamma buni xato qiladi. Binongiz bor. Kitobdagi qiymati 1 million dollar. Bugun siz uni 1 million 200 mingga sotdingiz. Qani aytingchi, qancha foyda yozasiz? Miyaga birinchi kelgan javob 200 ming. Sotuv narxidan qiymatni ayirasiz. Tamom, ish bitdi. Ana o'sha javob noto'g'ri. To'g'ri javob esa atigi 50 ming. Xo'sh, qolgan 150 ming qayoqqa g'oyib bo'ldi? Gap shundaki, biz bitta muhim narsani unutdik. Siz binoni sotdingiz-u, o'sha zahotiyoq uni qaytarib ijaraga oldingiz. Hech qayerga ketmadingiz. Hamon o'sha binoda o'tiribsiz. Va aynan shu bitta detal butun hisobni ostin-ustun qilib yuboradi. Bu jumboqning javobini IFRS 16 sotish va qayta ijaraga olish qoidasi beradi. Qani, ochamiz. Xo'sh, bugun aynan nimalarga javob topamiz? Nega aqli raso kompaniya o'z binosini sotib, o'sha zahoti uni qaytarib ijaraga oladi? Bunda qanaqa hisob bor? Nega ko'z o'ngingizda turgan 200 ming foyda erib, atigi 50 mingga tushib qoladi? Foydalanish huquqi aktivi o'zi nima va u nega 1 million emas, 750 ming bo'ladi? Sotuvdan qancha foyda yozishni bitta oddiy nisbat bilan qanday topamiz? Va oxirida, bularning bari foyda zararingizni ham, balansingizni ham qanday o'zgartiradi? Bir soniya to'xtayman. Agar videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, pastdagi like tugmasini bosing va kanalga obuna bo'ling. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Xo'sh, ishga qaytamiz. Avvalo, raqamlarni bir joyga yig'ib olaylik. Binoning kitobdagi qiymati 1 million. Sotuv narxi, ya'ni adolatli qiymat 1 million 200 ming. Sotgach darrov 5 yilga qaytarib ijaraga olamiz. Ijara to'lovlarining hozirgi qiymati 900 ming. Har yili yil oxirida to'laydigan summamiz 190 ming. Foiz stavkasi 10%. Binoning xizmat muddati ham 5 yil. Bitta jumlada aytsam, 1 millionlik binoni 1 million 200 mingga sotdik va o'sha zahoti 5 yilga qaytarib oldik. Endi mana shu mavzuning butun yuragi. Bitta jumlada. Siz binoni sotib, darrov qaytarib ijaraga olsangiz, uni to'liq qo'ldan chiqarmagansiz. Undan foydalanish huquqining bir qismi hali ham sizda turibdi. Shuning uchun foydani butun binodan emas, faqat xaridorga chinakamiga o'tkazib bergan ulushingizdan yozasiz. Sababi juda oddiy. O'zingizga qaytib kelgan narsadan foyda ko'rdim deyish, bu o'zingizni aldash bo'ladi xolos. Endi qadam-baqadam tartib bilan hisoblaymiz. Birinchi qadam ijara majburiyati. Bu kelajakdagi to'lovlarning hozirgi qiymatiga teng, 900 ming. Uni balansga qarz sifatida yozamiz. Ikkinchi qadam, eng muhim nisbat. Butun sirning kaliti mana shu yerda. Aktivning qancha qismini o'zingizda saqlab qoldingiz? Buni bilish uchun hozirgi qiymatni adolatli qiymatga bo'lamiz. 900 mingni 1 million 200 mingga. Chiqdi 75%. Ya'ni, binoning 75% dan foydalanishni hamon o'zingiz nazorat qilyapsiz. Xaridorga esa aslida atigi 25% ni sotdingiz. Uchinchi qadam, foydalanish huquqi aktivi. Uni eski qiymatni saqlab qolgan ulushga ko'paytirib topamiz. 1 millionni 75% ga. Chiqdi 750 ming. Ana, ko'rdingizmi? 1 million emas, 750 ming. Chunki endi siz butun binoga emas, o'zingizda qolgan 75% huquqqa egasiz xolos. To'rtinchi qadam, eng shirin joyi, foyda. Umumiy foyda. 1 million 200 mingdan 1 millionni ayiramiz, 200 ming. Ammo buning faqat xaridorga o'tgan 25% gina tan olinadi. 200 mingning 25% 50 ming. Qolgan 75%, ya'ni 150 ming, bu o'zingizda qolgan foyda. U tan olinmaydi. U foydalanish huquqi aktivini kamaytirish ichiga singib ketadi. Mana endi tushunarli bo'ldi. Intuitsiya nega bizni aldadi? Siz 200 ming foyda kutdingiz, lekin uning 75% 150 ming. Aslida o'zingizga qaytib kelayotgan huquq edi. Shuning uchun qo'lingizda faqat 50 ming qoladi. 5-qadam. Jurnal yozuvi. So'z bilan aytsak. Pulga 1 million 200 ming kirim. Foydalanish huquqi aktivi 750 ming kirim. Eski bino 1 million chiqim.
Ijara majburiyati 900 ming va tan olingan foyda 50 ming. Keling tekshiramiz. Bir tomonda 1 million 200 ming qo'shamiz 750 ming. 1 million 950 ming. Ikkinchi tomonda 1 million qo'shamiz 900 ming qo'shamiz 50 ming. Yana 1 million 950 ming. Ikkalasi teng. Demak, hammasi joyida. 6-qadam. Birinchi yil davomida nima o'zgaradi? Amortizatsiya. 750 mingni 5 yilga bo'lamiz. 150 ming. Majburiyatga foiz. 900 mingning 10% 90 ming. Yil oxirida majburiyat esa 900 ming ustiga 90 ming foiz, ayiramiz 190 ming to'lov, 800 ming bo'lib qoladi. Endi shularning foyda zararga ta'sirini ko'ramiz. Birinchi yil uchun. O'tkazilgan huquqlar foydasi, ya'ni daromad, qo'shimcha 50 ming. Amortizatsiya xarajat minus 150 ming. Foiz, ya'ni moliyaviy xarajat minus 90 ming. Yig'ib chiqsak, birinchi yilning sof ta'siri minus 190 ming. Ya'ni sotuvdan olgan o'sha 50 ming foyda birinchi yilning o'zidayoq amortizatsiya bilan foizga qoplanib ketadi. Balansga, ya'ni moliyaviy holatga ta'siri esa mana bunday, yil oxirida. Foydalanish huquqi aktivi 750 mingdan 150 ming amortizatsiyani ayiramiz, 600 ming. Pul. Sotuv kunida kirgan 1 million 200 ming. Ijara majburiyati 800 ming. Va butun mohiyat aynan shu yerda ochiladi. Siz 1 million 200 ming naqd pul oldingiz. Mana sizga likvidlik. Lekin balansingizda endi 800 minglik yangi qarz va 600 minglik foydalanish huquqi paydo bo'ldi. Bino hujjatda sizniki emas, ammo siz hamon undan foydalanyapsiz. Endi hammasini bitta, umrbod yodda qoladigan jumlaga jamlaymiz. Sotib, keyin qaytarib ijaraga olganingizda foydani butun aktivdan emas, faqat qo'lingizdan chindan chiqib ketgan ulushdan yoz. Chunki o'zingizga qaytib kelgan qismdan hech qachon foyda bo'lmaydi. Va endi sizga bitta savol. Aytaylik, binoni 5 yilga emas, atigi 1 yilga qaytarib oldingiz. U holda o'zingizda qolgan ulush juda kichkina bo'lardi. Sizningcha tan olinadigan foyda yana 50 mingga yaqin qolarmidi? Yoki deyarli to'liq 200 mingga sakrab chiqarmidi? Javobingizni hoziroq izohlarga yozib qoldiring. Kim to'g'ri topishini birga ko'ramiz. Va bir o'ylab ko'ring. Bu bizga IFRS 16 ning hisobot haqiqatni ko'rsatsin degan bosh g'oyasi haqida nimani aytadi? Video foydali bo'ldimi? Like bosing, obuna bo'ling va imtihonga tayyorlanayotgan do'stingizga ulashing. Keyingi darsda yana bitta aha bilan kutaman. Xayr.